Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan Javohir. Ya'ni bugun sizlar bilan YouTube qo'llanma YouTube kanalidamiz. Yangi ochilgan kanal. Va do'stlar, bugun sizlar bilan qanday qilib to'g'ri start olish, qanday qilib yangi kanal ochiladi, Gmail to'g'ri sozlash va boshqa narsalar haqida gaplashamiz. Bu birinchi videomiz bo'ladi va videoni boshida kanalimizga obuna bo'lib, yana keyin kanalimizga shu videoga like bosib, o'z fikringizni qoldirib qolishingizni so'rab qolardim. Hop, YouTube'da to'g'ri start olish haqida gaplashadigan bo'lsak, bu juda ham oson o'zi, lekin ko'p odam bilmaydi. Qanday qilib to'g'ri sozlash kerak, nimalar qilish kerakligini. Birinchi o'rinda do'stlar, biz to'g'ri Gmail ochishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik Gmail deydi, email deydi. Ular shuni ochishimiz kerak bo'ladi. Buni esa shunchaki ochish kifoya qiladi. Ochishni ham agar qiziq bo'lsa, kanalimiz shapkasi turgan yo'ldan darsliklar, YouTube kanalini o'rganish darsiga kirasizlar. Telegramimizga obuna bo'lib, qo'shilib qo'ysanglar, shu yerdan Gmail ochish, kanal sozlashlarini o'rgatganmiz. Ya'ni qiziq bo'lsa, keyingi videolarda olib chiqamiz. Shunchaki ochish kifoya qilinadi. Oddiygina YouTube yoki Gmail dasturlariga kirib, soздать new account для мой личный work qilib talab qo'yib ochasizlar va Gmail va YouTube'ni birdek sozlaysizlar. Do'stlar, buni kunma-kunga to'g'rilab olishinglar kerak bo'ladi. Masalan, to'g'ri Gmail ochib qo'yish birinchi kun. Keyin esa Gmail va YouTube'da sozlash yana 2 kun. Gmail alohida sozlanadi, YouTube alohida sozlanadi. Va do'stlar, endi nima qilamiz desanglar, biz endi kanal isitishimiz kerak. Kanal isitish bizga nima kerak desanglar, men bu yerda sizlarga javobni berib o'tganman. Kanal biz asosan YouTube'ga yoki Google'ga odam ekanligimizni va robot emasligimizni yoki bo'lmasam shablonlashgan bironta tayyor robot emasligimizni isbotlashga aniqlik kiritishga yordam beradi. Mana yozib ham qo'yamiz, kanal va Gmailni isitish bu Google'ga siz odam ekanligingizni isbotlash maqsadida qilinadi. Isitish o'zi qanday qilinadi, nima uchun qilinadi, nima kerak? YouTube'da isitish kanallarda Gmail isitish uchun YouTube videolarini qidiring va ularni ko'ring, like, kommentariy bosib obuna bo'ling kanaliga. Kuniga 8-10 ta video, 5-6 daqiqalik video yetadi. Ya'ni siz kirishingiz kerak bo'ladi, iloji boricha uzunroq videoga shuni boshdan oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Va shunday qilib siz ko'rishingiz hisobiga ham kanal tarixi degan narsa bor, shuni yonishiga ko'proq hissa qo'shgan bo'lasiz va keyin esa nima deydi? Isitishga bu juda ham foydali narsa bo'ladi. Gmail uchun har xil Google bilan saytlarni qidirib, bu yerdan ro'yxatdan o'tishinglar bo'ladi va Google'ga har xil soобщениyalar kelishsa boshlaydi. Shunday qilib sizlar odam ekanlarni isbotlab olishinglar bo'ladi. Do'stlar, bugungi final, ya'ni qisqagina videomiz, birinchi videomiz uchun 15-20 kundan boshlab, do'stlar, keyin bu odatda 7 kundan 14 kungacha, ya'ni bir haftadan 2 haftagacha cho'zilishi mumkin. Shuni esda olib qolinglar. Bo'lmasam foydasi kamroq bo'ladi. Keyin 15-20 kundan boshlab kuniga 3 tadan videolarni yuklashni boshlang, zero kanalingiz yaxshi yurishga katta hissa qo'shadi. Ya'ni 3 tadan 2 tadan video yuklab borsanglar, kuniga monetizatsiyalaringizni yonishiga va boshqa ko'plab narsalar tezlashiga, barqaror daromadga chiqishinglarga yaxshi hissa qo'shadi. Hop, endi to'g'ri start olishda yana bitta katta taraf bor. Agar iloji bo'lsa, sizlar yangi qurilmada boshlashinglar kerak bo'ladi. Yangi qurilmani olib, yangi qurilma, masalan, oldin qilinmagan YouTube kanali yurgizilmagan yoki yurgizilgan bo'lsa ham shikoyat bo'lmagan kanallarda, telefonlarda qilishinglar kerak bo'ladi. Do'stlar, barchaga rahmat. Bugun sizlar bilan YouTube qo'llanma kanali bo'ldi va keyingi videoda uchrashguncha Telegram kanalimiz bo'ladi. Shu videoni pastiga qoldiramiz. Hammaga rahmat.